Diqqat qiling, tezkor xabar. O'zbekistonga sovuq antsiklon kirib kelmoqda. Barcha fuqarolar ushbu videorolikni o'tkazib yubormasdan hamma ko'rsin va xabardor bo'lsin. Endi O'zbekistonda sovuq kunlar boshlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekiston Respublikasi hududiga sovuq antsiklon yaqinlashmoqda. Jarayon bosqichma-bosqich kechikishi kutilmoqda va bu avval ekologik vaziyatlarning vaqtincha yomonlashishiga, keyinchalik esa havo haroratining sezilarli pastlashiga olib keladi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, antsiklon kirib kelishi davrida atmosfera havosining almashuvi sustlashadi. Natijada havo ifloslanuvchan moddalar hamda mayda zarrachalar ko'payishi mumkin. O'zbekistonda antsiklon ta'siri 16-17 yanvar kunlariga kelib kuchli bo'ladi. Ushbu davrda mamlakatning deyarli barcha hududlarida havo harorati pastlashda, kunduz kunlari ham harorat anchagina sezilarli pastlaydi. Ertalab va kechasi sovuq kuchli bo'lishi kutilmoqda. Shu bilan birga sovuq antsiklon ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va qor yog'ishini ham keltirib chiqaradi. Sinoptiklarning ta'kidlashicha, yog'ingarchilik va kuchli shamol atmosferada to'plangan chang zarrachalarini kamaytirib, respublika bo'ylab havo sifatining vaqtincha yaxshilanishiga xizmat qiladi, deyiladi xabarda.